Assalomu alaykum hammaga. Hech o'zingizga savol berganmisiz? Tizzamni qanday qilib asrab qolishini? Ushbu videoni o'tkazib yubormasangiz, mana shu videoda tizza bo'g'imi artrozini yashirin belgilari haqida ma'lumot beraman. Hech o'zingizga savol berganmisiz? Nega tizza bo'g'imi artrozi og'riqsiz bo'lishini, boshlang'ich belgilari hech qanaqangi og'riq bermasdan paydo bo'lishini hech savol berganmisiz? Nega MRT qilinadi-yu, MRT toza chiqadi, lekin bemor shikoyat qiladi? Sizda ham mana shunaqa holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Ushbu videoda tizza bo'g'imi artrozini yashirin belgilari haqida qo'limda kelgan ma'lumotni, o'zimning ilmimdan, o'zim tajribamdan kelib chiqqan holatda ma'lumotlarni beraman. Tizza bo'g'imi tuzilishiga e'tibor beritgan bo'lsak, ikkala suyak uchida tog'ay qismi bor. Tog'ay qismida nerv окончания bo'lmaydi, ya'ni nerv tolalari bo'lmaydi. Shu sababdan u tizza bo'g'imi yuzasida artrozga sababchi bo'ladigan tolalar повреждение bo'lmaydi, shikastlanmaydi. Ya'ni nerv tolasi bo'lmasa, og'riq paydo bo'lmaydi. Shu sababdan qachonki chuqurroq darajaga borganda sizda уже og'riq keyin qo'shiladi. Og'riq siz uchun bizning xalqda shunaqa gap ketgan, ya'ni og'riq yo'q, kasallik yo'q degan fikr o'tadi. Yo'q, kechirasiz. Artroz aynan boshlang'ich nuqtalari hech qanaqangi og'riqsiz kechadi. Bu holatda birinchi yashirin belgilaridan birinchisi funksional buzilish, ya'ni harakatlanishdagi chegaralanishlardan. Ya'ni birinchi holat tizza bo'g'imi tuzilishiga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkala suyak bir-biriga yaqin holatda joylashgan bo'ladi. Bu holatda avvalgi videolarda ham aytib o'tganman, tizza bo'g'imini o'rab turuvchi komponentlar bor. Shu sababdan birinchi belgi ko'pchilik onaxon otaxonni ertalab uyqudan turganda tizza bo'g'imida birinchi yashirin belgi tizza bo'g'imini yashirin belgilaridan ertalab uyqudan turganda 15-20 minut davomida tizza bo'g'imi qotishlar paydo bo'ladi. Ya'ni tizzam qotib qoldi. Yarim soat 10-15 minut tizzani sekin massaj qilib ular qizdirishni boshlaydi. Bu yashirin birinchi belgilaridan. Yoki bo'lmasa keyingi belgilardan bittasi, siz harakat qilmoqchisiz, harakat qilayotganingizda og'riq paydo bo'ladi. Ya'ni turib yurmoqchisiz yoki yugurmoqchisiz. Mana shu holatda belgilar og'riq paydo bo'ladi. Ya'ni startary pain shunaqa terminologiya bor. Ya'ni boshlang'ich harakatdan paydo bo'ladigan og'riq. Bu keyingi bo'ladigan, hech kim bu narsaga e'tibor bermaydigan asosiy bitta belgilardan mana shu yashirin belgi bo'ladi. Keyingi holatda, ya'ni ko'pchilik zinadan tushganda, ayniqsa zinada chiqqanda emas, zinadan tushayotgan paytda tizza bo'g'imini old qismida og'riq paydo bo'ladi. Ya'ni bu patellofemoral sindrom deydi. Ya'ni son mushagini собственный связка deydi. Mana shu связкani suyakka birikkan qismida og'riq paydo bo'ladi. Chunki zinadan tushayotganda nagruska tizza bo'g'imining old qismiga tushgan bo'ladi. Mana shu holatda bu yashirin belgi. Bu belgiga ham hech kim e'tibor bermaydi. Ayniqsa bu holat ko'proq sportsmen ukalarimizda ham, sportsmenlarda ham paydo bo'ladi. Yoshi bemorimiz agar yoshi 30 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, mana shu yoshdagi bemorlarda ham paydo bo'lgan bo'ladi. Mana shu belgilarni bee'tibor qoldirsangizki, siz artrozga yo'l ochib bergan bo'lasiz. Keyingi yashirin belgilardan biri tizza bo'g'imida qirsillash va qirtillash, shunga o'xshash tovushlar chiqishi. Mana shu belgilar uchun ham yosh ukalarimiz ham, yosh katta onaxon otaxonlarimiz mana shu narsadan bee'tibor qoldiradi. Bu ham artrozning yashirin belgilaridan biri. Sabab qirtillashi sabab tizza bo'g'imi suyuqligining hajmi kamaygan bo'ladi. Natijada bu ham artrozni yashirin belgilari hisoblanadi. Keyingi holat tez charchash. Ya'ni uzoq muddat qisqa masofali yo'lda harakat qilsangiz, yursangiz, umumiy ikkala oyog'ingizda kuchingiz yo'qdek, xuddi oyog'ingiz yo'qdek bo'lgan hissiyot seziladi. Ya'ni oyog'ingiz o'ziga bo'ysunmaganlik his paydo bo'ladi. Bu ham vaholanki artrozni yashirin belgilaridan biri hisoblanadi. Nega bu holat kuzatiladi? Sabab bu holatda funksional buzilish bo'ladi. Ya'ni biza artrozni mana shu belgilarida muskullar disbalans kelib chiqadi. Ya'ni muskullar qaysidir bir gruppa muskulini kuchi oshib ketadi, ya'ni tonus ko'payib ketadi, qaysidir gruppa muskulni tonusiz kamayib ketadi. Mana shu holatda tizza bo'g'imida muskullar disbalans kelib chiqqanlik hisobidan xuddi oyoq o'ziga insonni bo'ysunmaydi. Mana shu ham artrozni yashirin belgilaridan hisoblanadi. Keyingi yana bir belgilardan ko'pchilik yosh katta, yosh qari
ob-havo o'zgarishi bilanoq qaysidir bo'g'imda og'riq paydo bo'ladi. Ya'ni tizzasida yoki boshqa bo'g'imlarda ham og'riq paydo bo'ladi. Sabab bu holatda artrozni sizda уже artroz kasalligi davom etyapti. Artroz kasalligi paydo bo'lganda, rivojlanganda aynan o'sha to'qima temperaturani o'zgarishi juda ham sezgir bo'lib qoladi. Sovuq havoda ob-havo bosimi o'zgaradi. Ya'ni bosim oshganligi sababdan bu ham sizga bitta signal bo'lishi mumkin. Mana shu narsa bo'g'imizda demak jiddiy muammo ketayotganligidan darak beradi. Sovuq ob-havo bo'lganda tizza bo'g'imi suyuqligi miqdori ishlab chiqarilishi kamayadi, quyuqlashadi hamda undan tashqari qon aylanish susayadi. Qon aylanish susaganda moddalar almashinuvini susayadi. Buning natijasida muskullar tarangligi oshib, sizda mana shunaqa belgi paydo bo'ladi. Keyingi holatda son mushaklari va uni o'rab turuvchi muskullar zaiflashadi. Bu narsa sizga sezilmaydi. U keyinchalik sizga signal berishi mumkin. O'zi sizda bo'ladigan harakat yurishingizda o'zgarish paydo bo'ladi. Ko'pchilik e'tibor bergan bo'lsa, ikkala tizzasi ichkariga kirib X obrazli bo'lib ketadi, ili naborot O obrazli bo'lib ketib qoladi. Mana shu holatda sizda bu holatda og'riq bermasligi mumkin, lekin noto'g'ri yurganligi hisobidan muskullar zaiflashi hisobidan, yana bu holatda ham muskullar disbalans kelib chiqqanligi hisobidan sizda mana shu belgilar paydo bo'ladi. Artroz faqat bo'g'im kasalligi emas, artroz yurish zanjirini buzilishiga sababchi bo'ladigan kasallik. Sizda demak tizzangizda artroz, ya'ni gonartroz kasallik paydo bo'ldimi, sizda yurish o'zgarishni boshlaydi. Tizza bo'g'imida artrozi paydo bo'ldimi, yurishlar hammasi zanjir buzilgandan keyin sizda o'zi og'riq yurish tizimi, yurish ketma-ketligi o'zgarib ketadi. Ya'ni biomexanika o'zgaradi. Bitta bo'g'imda biomexanika o'zgardimi, qolgan butun tana bo'g'imda ham biomexanika o'zgarib ketadi. Biomexanika bu bo'g'imlarning to'g'ri harakatlanishi. Har bir bo'g'im chambarchas bir-biri bilan bog'liq. Agar siz tizza bo'g'imizda o'zi artroz rivojlandi, sizda yurish o'zgardi, ya'ni biomexanika o'zgardi, qolgan bo'g'imlarda ham son chanoq bo'g'imida, to'piq bo'g'imizda, umurtqa pog'onasida biomexanika unda ham o'zgargan bo'ladi. Ya'ni bu ham o'zgarishga sababchi bo'lib, bu yana sizda artrozni, ya'ni ham rivojlanishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun mana shu sanab o'tilgan belgilarni yodda saqlang va ushbu mana shunaqa belgilar paydo bo'ladigan bo'lsa, buni befarq qoldirmang. Agar shu belgilar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, befarq qoldiradigan bo'lsak, siz tayyor endi protezlash operatsiyasiga sizda ko'rsatma bo'lishi mumkin. Hamda tizzangizdan ayrilib qolishingiz mumkin. Agar sizda ham xuddi shunday holatlar kuzatilsa, xuddi shunday belgilar sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, bu narsani befarq qoldirmang. Bu holatda eng to'g'ri yechim sizga mutaxassis tomonidan aniq individual tariqada reabilitatsion programma tuzish hamda bu reabilitatsion programma orqali davom muolajalarni olib borish talab qilinadi. Shu sababdan quyidagi raqam orqali biza bilan bog'lanadigan bo'lsangiz, sizga mos keladigan reabilitatsion programmani tuzib beramiz. Shunaqangi foydali videolar uchun obuna bo'lishni unutmang.